Mana yumezi olganga nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'ringa bilasizmi shuni? Keyin mana bu kravichasni qurishdan oldin birinchi o'ringa yumezega yuz qo'yishdan oldin ko'pchilik bilmaydigan sekretlar bor, to'g'risini aytsam. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi roligimizga mana bu TTZni ko'ramiz. To'g'risini aytsam do'stlar, yuz qo'yishdan maqsad, ya'ni mana bu ham yumezi mana masalan, lekin o'zini motorda turibdi. Mana bu yerda ham bitta motor bor, yumezini o'ziniki. Bunga yuz bosishimizdan maqsad, ya'ni buni biza bosmaganmiz. Shu turishga sotib olgandik. Lekin korobkasi yaxshi chiqmadi. Korobkalarni remont qildik buni. Bu shu motor bilan kelgandi. Lekin ana bu yerga переходник bo'ladi mana. Ko'rsalaringiz. Ana shu переходникka ustolar xato qilgan. Xato qilgani ya'ni egri qo'yganda shu yerda egri qo'ygan, keyin traktor yongan vaqtda shu koleslar qimirlab turardi. Ya'ni tuyg'ri o'tmagan bir-biriga. Keyin buni biz olgandan keyin ochdik. Tokir bir kun sentrni qo'ydim buni. Mana bu yerdan ajratib chiqdik polni. Mana bu yerdan qo'shilgan. Mana shu yerdan bitta KAMAZ diskasi qo'shilgan bunga. Keyin lekin usullik qilingan. Ana bu yerga qarasalaringiz ko'rasizlar. Mana bu yerga yumeziniki, ana bu yerdan esa 28 o'ziniki ketgan. Shuni ham obzorni ko'pchilik so'rashganlarda. Keyin shu hozircha motorcha tak yaxshi, yonishi yaxshi, ishlashi zo'r. Ana bu yerga yangilik qilganmiz. Peredokka. Bu peredok qo'yishimizdan maqsad birinchidan moshni baquvvat. Keyin bilsalaringiz bu T40niki. Bu yerga kim nimalar biladi? Prujinalar yaxshi ishlamaydi. Keyin bitta yumeziniki bordi o'zimizga. O'shani mana ichiga tiqib qo'ydik, bitta ekan. Keyin tokurga yetib mana bu yerni freza bilan o'zinikiga qarab mana shu yerni olib berdi. Tokur cho'tka qilib olib berdi. Ana shu ikkita buyog'iga bitta hozir bitta ichkarisiga nimasi bor. Ziyotisi. Если что, keyin yoki to'g'ri qilsa bo'ladi. Mana yumezeyu T40 dan oldini bir bo'ldi. Ana bu nima deyishlaringiz mumkin? Bu do'stlar gruz. Ya'ni ana bu lapotka bilasizlar, yengil yerga kirmaydi. Uchiga qitta list berdim, shtobi. Nima bo'lishi uchun keyin bu yerga gruz qo'ydik. Ya'ni arqa kolesni ko'tarib haydasangiz ham oldini ko'tarilib ketmaydi. Yoki arqa kolesni arqa o'sha oyoqni ko'tarib ustidagi nimani arqaga tashlab yursak ham oldinga. Ya'ni masalan mana bu darvozaxonadan kirib ketish kerak bo'lsa, tegish mumkin tepasi. O'sha tegmasligi uchun orqaga tashlab kirsangiz, oldini ko'tarilmasligi uchun ana bu gruz kerak. Avvalgi videoroliklarni ko'rgan nimalarni buni bilashadi. Mana bu lapotka chel buzish uchun. Mana o'rtasi nima qilingan, hozir ko'rsataman. Hozir ishlamasdan yotibdi bu. Ikki cheti mana mayin qilingan. Bu yoqqa mana chiqib tashlayveradi. Shunaqa qilib taqlangan. Buni to'g'risini aytsam 28 na kran edi bu. Buni olib yumeze qildik, chunki yumezega yaxshi ishlayapti bu kran. Bu bilan avval o'tib yurgandim. Mana bu o'sha o'tib o'rgandan qolgan. Shu yerdan olib ketgandik ko'rganlar bo'lsa. Rolni ham uncha yaxshi emas edi. Kuni bir qaytadan taqladim, o'zi zo'r bo'lgan, lekin yaxshi qaytaygan unga. Shoga chiqargandan keyin. To'g'risini aytsam, yumezini
olishdan oldin korobkasiga e'tibor berish kerak ekan do'stlar. Chunki korobkasi ketgan bo'lishi mumkin. Buni mayda korobkachasi deyiladi, u tomoniga bo'ladi. Uchasi ketgan bo'lishi mumkin. Keyin shu motor agar 100 bo'lsa, to'g'ri bosilmagan bo'lishi mumkin. Bizanikiga o'xshab. Bizaniki ham shu to'g'ri bosilmagan ekan. Qaytadan noldan bosdik. Ana korobka burchasi ketgan bo'lishi mumkin. Ko'rgan va keyin u kuni bunga nima ham qo'ydik, nima deydi ana bu. Ruchnik. Ruchnik. Ana pasta ishlash. Ana pedalu richaklari ana bu pastaki mexanizmlari bilan 150 ming so'm olib keldim. Shpilanda tushib ketdim chatda. Shpilandani qo'ymamizmi? Hozir ko'rib qo'yamiz. Qolgan joylari mana taxlangan. Bu yer o'ziniki. Bunga 28 kabina qo'yishimizdan maqsad o'tgan safargi videorolikimizda ham aytgandim. Ya'ni kranchamiz pastakina bo'ladi. 3 metr uzunlik, balandlik. Bu esa ko'p baland. Shu yerdan to'xtalib ko'rsalar bo'ladi. Qaysi baland, qaysi pastligini. Keyin buni sal oldiroqqa qo'ydik. Mana. Ana buni orqaroqqa surgan hisobimizga bu qit'a oldiroq ketdi mana. O'shaning hisobiga ham ko'proq yotdi, o'shaning hisobiga pastroq bo'ldi. Mana vomi bor edi bilsalaringiz, o'sha vomga korobka bor qilib o'rnatilgan. Qani bu yerdan kiradi. Bitta elektralik, 100 talik osilgan. İçlari sidenasi nimasi olingan, ko'rpachasi. Lekin aylanadi qulay. Tor bo'lsa ham, lekin bemalol ishlaydi odam. Monopolni stulkavat qildik do'stlar. Mana bu yerlarni slit qildik. Hamma joyi stulkavat bo'ldi. Yerlari ham, kovushlari ham. Endi bitta bak olib kelganman bunga. Bakini qurishim kerak. Ko'pchilik ko'rsa 28 deydi, lekin bu tetezi. Mana buni rushniki. Mana bu sahay shoqa chiqardik. Ularga ana bunisini yaxshi taxlangan. Qulaygina hech qayerga xalaqit qilmaydi. Bitta so'yni qo'ydik axiri. Nima zanglab bezor qilaverdi. Zang keladi, tiqilib qoladi, traktor ishlamaydi. Shunga bezor qilganga bitta nima qo'ydik. Oldinlari bor. Oldinlarni yopamiz chiroyli. Bo'ladi nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa endi bu yil bahordan ish ketadi bunga ham. O'zini ish boshlanishini kutib turibdi bu ham. Yuz motor. Ko'p ana shunisi ko'p azob berdi, lekin bizani keyin bir yaxshi remont qilib bosdik, shu bilan yaxshi ishlab yuribdi lekin. Ana bu yerga ham ana ko'rsalaringiz ixtirolardan. Bu yerga bitta o'yincha, bu yerga bitta nima qo'yilgan. Qo'l bola qilingan mana. 1 santimetrlik nima qo'yilgan. O'zini kirishkasiga. O'zini kirishkasi ham temir, lekin ko'p qalinmasdan qalingan. Qo'l
kul bola qilingan. Mana bu ham kul bolani. Ko'p narsa kul bola qilingan. Tak ishlashi zo'r. Do'stlar, albatta bugungi videorolikimiz shulardan iborat. Yana biron bir o'zlaringiz qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsangiz, keyingi videoroliklarda albatta chiqaramiz. Men esa endi o'sha T40 ni pedallarni orqaga o'tkaryapman. O'shani taxlashga ketdim. Chunki havo isidi o'sha bu yog'i zo'r bo'lyapti.